23 may günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetining Oliy komissari Michelle Bacheletning Xitoy ziyarati rasmiy boshlangan. 28 maygacha davomlashadigan bu bir haftalik ziyorat davomida Michelle Bachelet boshchiligidagi Birleşken Devletler Teşkilatı ziyorat o'mikining Urumchi va Qashqarni ziyorat qiladiganligi ma'lum. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbinmi 23 may kuni Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Bacheletning Xitoy ziyoratiga axborot sohasiga qatnashtirolmaydiganligi, bu ziyoratning ikki tarafning qo'shilishi bilan yip holda ilib berilganligini ta'kidladi. Amerikadagi Uyg'urlarning vakil xarakterlik tashkiloti bo'lgan Amerika Uyg'ur birlashmasi yangi bir navbatlik rais va idora hay'at a'zolarini saylab chiqdi. 21 may shanba kuni o'tkazilgan 10-navbatlik saylamda Elfidor Eltabir xonim 156 ovoz bilan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisligiga saylandi. Bu qadamliq saylam naq maydonda va to'r orqali bilet tashlash usuli bilan o'tkazilgan bo'lib, saylamda Munavvar Abdulla, Abdug'ani Musa, Misran Do'lan, Quddus Imom qatorliq 4 kishi Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi navbatlik idora hay'at a'zosi bo'lib saylandi. Joe Biden Tokioda Yaponiya bosh ministri Kishida bilan o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida bir muxbirning agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa Amerika qo'g'damdi degan savoliga shundoq bu bizning va'dimiz deb javob berdi. U mundaq dedi: Biz bir Xitoy bo'lishi kerakligiga qo'shildik. Biz barliq zarur kelishimlarni imzoladik va qabul qildik. Ammo Tayvanni zo'rlik bilan elish bu ish bo'lmaydigan ish. Bu rayondagi barliq tenglikni buzdi va Ukrainada yuz berganga o'xshash ish yuz berdi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Germaniya parlamenti Kishilik huquq komiteti 18 may yig'ini ichib, Xitoyning navbatdagi kishilik huquq ahvoli to'g'risida Germaniya tashqi ishlar ministri tayyorlagan dokladni anglagan. Dokladda o'tgan bir necha yilda Xitoydagi kishilik huquq advokatlarining Xitoy rejimining bisimiga uchrab, vaziyatning bargan sari nacharlashganligi qayd qilingan. Shvetsiya bosh ministri Magdalena Andersson Turkiya bilan o'z davlatining Shimoliy Atlantik ihdo tashkilotiga a'zo bo'lishi to'g'risida suhbatning davom qilayotganligini va suhbatga bir oz vaqt ketadiganligini bayon qildi. Andersson mundaq dedi: Men bu hafta oxirida Prezident Erdo'g'an bilan yaxshi va ijobiy ko'rishdim. Yaqin kelgusida Shvetsiya va Finlandiya Turkiya bilan ikki taraflik va uch taraflik suhbatni davomlashtirdi. Ammo suhbatga biroz vaqt ketadi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio davlatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlikka kengashiga mangulik a'zo bo'lish tashabbusini Amerika prezidenti Joe Bidenning qo'llaganligini e'lon qildi. U Xitoyning rayondagi faoliyati, Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bomba sinovi va yadro programmasiga ishorat qilib, ularning o'rnining qanday bo'lishidan qat'iy nazar hozirgi holatni zo'rlik bilan o'zgartirishga urinishga yo'l qo'ymaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti axborot markazining bayonotiga qaraganda, davlatning O'sh rayonining Qarasu rayonining Telman yezisida Qirg'iziston bilan O'zbekistonni tutashtiradigan tonel bayqalgan. Bu tonelning cho'nqurligi 15 metr, kengligi 1,5 metr bo'lib, kirish eg'izidan qo'shni davlat bilan bo'lgan chegara chizig'igacha 40 metr, kirish eg'izidan chiqish eg'izigacha 270 metr keladigan.